Pulli skuterlarimiz yetib kelgan. Kecha yetib keldi. Kecha ozgina qisqacha obzor qilib berdim. Mana bugun batafsil obzor qilib o'tamiz. Xush ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli dizaynga ega bo'lgan skuterlarimiz. Rustam aka ozroq ma'lumot berib o'tasiz. Mana skuterlarimizni ko'rish mumkin. Xo'p, yangicha fasonda 2026-yilda yangi variantda holatda xuddi mopedni bezli skuterlarga o'xshab ketadi. Mana holatlari ham. Tormozlari ham jitkisli tormozli mana. Bemalol ko'rib xarid qilishlari mumkin. Start stopli. Bunga hali orcha kart bosib yotmaydi. Dastavka oila o'zingiz uchun juda ham chiroyli va qulay qilib ishlangan. Komplektatsiyasida nima bo'lsa hammasi qo'shib beriladi. Unda kaskalar qo'shib beriladi. Hop, tentlari bor, skuterda o'zining tenti bor. Zaryadchilar o'zi bo'ladi. Va dastavshikning nimalari ham, bachoklari ham o'ziga. Bu ham chiroyli ishlangan ichlari ham. Xo'p, quvvat jihatlariga keladigan bo'lsak, hop bu 72 ga 60 amperli quvvatlanishga ega. Hop, bitta to'liq zaryadda bemalol 70-80 km masofani bosib o'tadi. Bu yerda hattoki cho'ntakchalarigacha mavjud. Qo'shimcha cho'ntaklar hisoblanadi bular mana. Bemalol o'sha o'ziga kerak narsalar qo'yib harakatlanaveradi. Boshqa payt misol uchun buni yopib qo'yib, uyda bir farzandimiz yoki bir jiyanlarimiz bo'lsa, bemalol o'tkazib foydalansa ham bo'laveradi. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Yoshi kattaga mos keladigan elektron skuterimiz. Bularning narxi necha pul aka? Bularning narxi 7 million 200 ming so'mdan chiqaryapmiz. 7 million 200 ming so'mni. Yana ham tushib beriladi narxi. Mana nimalari ham Redline ballonlarda, ko'rasiz, Redline ballonlar. Oddiy diska emas. Redline ballonlar tayyor. Ko'rishlaringiz mumkin. Yangicha fasonda 2026-yil yangicha fason. Akkumulyatorlariga 1 oy garantiyali bor. Bemalol akkumulyatorlarga 1 oy garantiya beriladi. Mana bu tarafda arzonroq variantlarimiz ham bor. Qulay, o'ziga yarasha narx-navolari ham. Bular ham Redline ballonli mana. Bu ikki xil variantda kelgan. Nimasidan farq qiladi? Bu quvvatlanish jihatdan bittasi 60 ga 20, bittasi 72 ga 20. Bittasida akkumulyator 5 talik, bittasida 6 talik quvvatlanish. Misol uchun bu 5 talik varianti mana. Bu ham Redline ballonli. 10 qo'l tormozlari jitkisli mana. Avtomat korobka va super sport rejimigacha bor. Hattoki NFC kartalarda o't oldirishingiz mumkin. Xo'p, bugalari bor, xavfsizlik. Dastavka o'zi uchun juda ham qulay qilib ishlangan. Ko'rishlaringiz mumkin. Bunlarni ham barcha rasvetkasidan topiladi. Bor, ranglarni turli xillardan qilib beramiz. Qora desa qora, ko'k desa ko'k, seri desa seri, mokri desa mokri, hamma rangidan qilib beramiz. Muammosi yo'q. Kelishaveradi. Aytyapman, bu ikki xil assortimentda kelgan. Bittasi 5 ta akkumulyatorli, bittasi 6 ta. Xo'p, buni narxlari necha pul ekan? Bu 5 talik skuterlarimizning narxi 5,5 million so'm. 5,5 million so'm bemalol olib chiqishlaringiz mumkin. Buni 6 talik varianti ham bor. Mana bir xil variantda. Faqat shu akkumulyator jihatdan farq qiladi. Bularda akkumulyator esa xo'p, 6 talik. Bular narxi 6 million 200 ming so'm. 6 million 200 ming so'mdan xarid qilishlaringiz mumkin. Bularning ham komplektatsiyasida hamma narsasi bor. Kaska, jilet, hammasida o'sha qo'shimcha nimalari bor. Xo'p, yana ham ozgina qimmatroq variantlarimiz bor. Keyinadagi kattaroq, ko'proq yursin, endi sal meni g'o'damga mosroq bo'lsin deganlar uchun mana kattaroq variantdagi skuterlarimiz ham bor. Bemalol kelib ko'rishlari mumkin. Tormozlari jitkisli, to'liq jitkisli tormoz hisoblanadi. Bagati ko'rinishiga bo'lgan. Bularning yarim sidinkalari ham yarim koja qilib ishlangan. Bu katta variantdan bu. Kichkina skuterdan emas, katta skuterdan hisoblanadi bu. Har xil turdan bor, ko'rishlaringiz mumkin. Planshet tabloli skuterlarimizgacha mavjud. Orqa oldi jitkisli. Juda ham keng qilib ishlangan. Komplektatsiyasi nima bo'lsa hammasi mavjud. Qo'shib beriladi hammasi.
Va bemalol kelib ko'rishlari ham mumkin. Hammasini yetkazdirib, olib borib turib ham beriladi. Ham chiroyli qilib ishlangan, har xil ko'rinishdagi elektron skuterlarimiz. 2026-yil. 25da yoki 25da boshi, 25da oxiri emas, 2026-yilda tayyorlab olib kelingan yuklar hammasi. Yangi mahsulot mana, hali nimalar ham olingani yo'q mana. To'liq. Mijozlarimizga shunday chiroyli holatda, yangi holatda topshiradigan maqsadda tiyilgani yo'q. Tayyor holatga keltirib qo'yilgan. Bemalol kelib tanlab olishlari mumkin. Bular bahosi 8 million so'mdan. 8 million so'm kami bor. Kelishtirib Sunnatga muvofiq kelishtirib beramiz, 1-2 so'm. Xo'p. Mana bir yangilik ko'rishingiz mumkin. Benzinli skuterlarimiz ham mavjud. Har xil turdan bor, yuk ko'tarishiga qarab. Benzinli motorlarimiz ham bor. Bu yerda samosvalli, 5 samosvalli, oddiy, katta reshotkali, kichikroq variantda hammasini yuk razmerlari 2 tonna plus. 2 tonna, 2 tonna osh yuklarda olaveradi bemalol. Undan tashqari pol kabinali, zavodskoy, motor miyasi kattaroq deganlar uchun alohida. Ko'rishlaringiz mumkin. Hamma assortimentdan bor. Buni motorlari 250 kub. Juda ham baquvvat va tez. Samosval variantimiz. Samosval variantda bu antifrizli o'zini sovutadi bemalol. 2,5 tonnacha yuk ko'tara oladi. Radiatorli mana bu zavodskiy pol kabinali mana to'liq o'ralgan holatda. Motorlari ham 250 kubali. 250 kub. Audio qismlari jihozlangan mana. Jenshin motorlar. Barcha qulaylik, xavfsizlik sistemalari bilan jihozlangan. Buni ranglardan bor. Qizil rang desa qizil, ko'k desa ko'k, voyinniy svet desa voyinniy svetlardan bor. Bularning hozirgi kundagi narxi 31,5 million so'mdan. Vodiy bo'ylab shu aytib o'tamiz, doimo dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Boshqa viloyatga o'zlaridan kelishilgan holatda bo'lmasa. Xo'p, ochiq variantlarimiz ham bor mana. Bu variantimiz samosvalli variantimiz hisoblanadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Motorlar Cavallo brendiga mansub. Motorlar 200 kubali. 200 kubali. Motorlar 200 kubali. Bemalol xavfsizlik jihatdan qulay. Bu samosvalli varianti, ochiq varianti. Bu samosvalli nimada? Avtomatda mana bemalol chiqarib tushaveradi. Bosadi, tushadi, chiqaradi. Ortiqcha skorga urib boshqa qilmaydi, antifrizli. Rasxodlari ham kam. Yuziga 6 litr rasxod. 6 litr. Ham zo'r. Buni narxi esa 29 million so'm. 29 million so'm. 29 million so'm. Kelishiladi. Bu tarafda esa mana skuterlarimiz bor. Mana bu panjarali, katta panjarali motorimiz mana ko'rib qo'ysin. Mana bu to'liq ko'rsatasiz endi. Mol, qo'y tashiyman. Bemalol chorva tosh uchun mo'ljallangan. Tirikchilik qilaman degan aka-ukalarimiz uchun, misolchaliga chorva tashiyman degan akalarimizga mo'ljallangan. Barcha xavfsizlik jihozlari o'rnatilgan. 4 ta tumankali audio sistema hammasidan bor. Telefon zaryadlaydigan jihozlarigacha ishlaydi. Motorlariga keladigan bo'lsak, motorlari 200 kubali. Buni ham nimalari, sarf nimalari, yoqilg'i sarflashi 6 litrgacha bemalol yoqilg'i sarflaydi. Bundan tashqari antifrizli, o'zini-o'zi bemalol sovutadi. Hech qanday motorlar qizib ketish, boshqa holat bo'lmaydi. Tepalar reshotkali. Agar reshotkasi kerak bo'lmaydigan bo'lsa ham, bemalol reshotkani olib qo'ysa ham bo'laveradi. Kapalak. Bemalol yo'llardan yechadi, mana olib qo'yishaveradi, bemalol o'z vazifasini bajaradi. Kerak holatda yana qaytadan qo'yib olishaveradi. Buni bahosi hozirgi kunda 26,5 million so'm. 26,5 million so'm. Vada modellarimiz ham bor mana. 5 samosval variantlarimiz. Ochiq variantda, hammasi bir xil holatda, 200 kubali. Bular antifrizli o'zini sovutadi, faqat 5 antifriz nimasi? Samosvalli emas, oddiy. Bularning ham bahosi to'liq holatda 25 million so'mdan mana. 25 million so'mdan komplektatsiyasi nima bo'lsa hammasi qo'shib beriladi. Zapaska balonlari, kaska, jilet, hamma narsasi bor. Oldi oynalargacha mavjud. Ko'rishlaringiz mumkin. Bugun Zamin savdo markazidan benzinli skuterlar qisqacha obzor qilib o'tdik. Qanaqa kimda qiziqqan ma'lumotlari bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Mutaxassislar batafsil ma'lumot berib o'tadi.
Agar menga mono material kerak, menga mana bunaqa narsa kerak deb alohida o'sha pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsa, bemalol o'zlariga o'sha bitta materialni video obzorlarini qilib yana tashlab berishamiz. Telegram lichkalariga tashlab, bemalol savdolashaveradi. Barcha ijtimoiy tarmoqlarimiz mavjud. WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok hammasidan bor. Xo'p, bu taraf